Aleyküm obunachilar, navbatdagi videoga Urganch shahri 6-dahada 9 qavatli binomiz 3-qavat hamma sharoitga ega 3 xona kvartira ijaraga chiqdi. Bu hol qismimiz, televizorlarimiz, konsertlar berdi. Ajoyib divorlarimiz, jurnalist stollar. Faqat oila insonni qo'yiladi. Taqvodan inson deymizmi? Bu xonamiz, spanimiz, chiroyli fonulgan, gilamlar tashalgan, oynamiz ajoyib, xon taxtamiz bor. Glonli ishlarimiz, zamonaviy ishlar, pirxoshkamiz. Yerda rakoynam joylashgan, bu tomonda mehmonxona. O'zi 4 xonali, lekin 3 xonasi beriladi, bir xonasi ilikda ekan. Yunish xonamizda oyoqda kafe bor, divanada kafe. Vannamiz o'g'il vonna, unitazamiz bor ekan, eshiklarini alyumin foildan qo'ygan ekan. Narxi 2600 ming so'm hozirgi kunda. Qishga qarab sozgina diklanadi. Endi 12 odam stolimiz, kamini peshimiz bor ekan, buni ochilam. Agar kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasiz. Agar sen bir yaxshi inson gelip bezot etib filmiydi, faqat oyma-oy berib o'tirsangiz bo'ldi. Kommunaldan to'lab, gazni, sivil suvdan to'lab o'tirsangiz bo'ldi obunachilar. Oshxonamiz ham yeng tushgan. Bu yerda o'ng tarafimizda uголокimiz, stolimiz, bu yerda bemalol ovqatlansa bo'ladi. Yerimizda холодильникimiz, kuxinyalarimiz, moyka, gaz plita, chaynak, idish, tovoq hamma o'zlari bor. Oynalar akvarium, bu tomonda o'zining kladovkasi, viteshkalarim ishlab turibdi. Shunda hozirgi kunda 2600 ming so'm faqat oila qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa uchun nomerni istaman 99 074 46 41 88 601 70 70 chiqadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.